Assalomu alaykum hurmatli investorlar. Hozir men sizlarga Dubayda milliardlab dollar sarflab quriladigan sun'iy orol haqida gapirib beraman. Xo'p, orolning nomi Dubai Island deyiladi. Sharja bilan Dubayning qoq o'rtasida joylashgan. Bu orol Dubaydagi boshqa orollarga nisbatan eng yaxshisi bo'lish ko'zda tutgan. Investitsiya jihatdan ham, odamlarning yashash tarzi jihatdan ham, turistlarni o'ziga jalb qilish jihatdan ham boshqalardan ajralib turadi. Nima uchun? Taqqoslash uchun Palm Jumeirahda hozir 30 dan oshiq mehmonxonalar bor. Lekin kelajakda bu orolda 86 ga yaqin mehmonxona qurish ko'zda tutgan. Bundan tashqari orolda golf o'ynash uchun golf kurs maydonlar, kemalar, yaxtalar, sayohat qiladigan kruzlar, to'xtaydigan portlarning qurilishi va orolda kattaligi bo'yicha Dubai Malldan ham katta savdo markazi qurilish ko'zda tutgan. Bu katta miqdordagi turistlarni o'ziga jalb qiladi. Odamlar ko'p degani ko'cha-ko'yga bo'lgan talabni ham oshiradi. Xullas, odamlar yashaydigan, turistlar mazza qiladigan top premium lokasiyaga aylanadi. Xo'p, orol umumiy 5 ta qismdan tashkil topgan. Keyingi rubrikalarimda men sizga asosiy oroldagi loyihalar haqida gapirib beraman.